Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi darsimiz May3 soliq.uz saytida umumiy ovqatlanish korxonalari tomonidan elektron xarid qilish dalolatnomalarini kiritishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun May3 soliq.uz saytiga tashrif buyuramiz va xizmatlar bo'limiga kirib, mana bu yerdan yuridik shaxslarning elektron xarid qilish dalolatnomalariga kiramiz. Yangi hujjat yaratishimiz uchun qo'shish tugmachasini bosamiz. Birinchi marotaba yaratadigan bo'lsak standart bo'ladi. Avval ham jo'natgan bo'lsak va unga qo'shimcha nimadir kiritmoqchi bo'lsak, qo'shimcha qilib kiritamiz va oldingi jo'natgan hisob fakturamizni ID'sini kiritamiz va to'g'rilab ketamiz. Birinchi marta bo'lganligi uchun biz standartni tanladik. Rasmiylashtirish sanasi, mana misol uchun deylik, umumiy ovqatlanish korxonasi 10-noyabr kuni bankdan 50 million so'm naqd pul yechib oldi. Ya'ni nima maqsadda desak, qishloq xo'jalik mahsulotini olish uchun. Kimdan olamiz, nima qilamiz, buni mana e'tibor bergan bo'lsak, sotuvchini bu yerga to'ldirish ixtiyoriy. Tasodifan o'ylab ko'ring, mana misol uchun 50 million so'm umumiy ovqatlanish korxonasi 10-sanada yechib keldi. Ya'ni qanaqadir tovar olaman deb deylik, bodring, pomidor, kashnish nimadirlar. To'ldirish ixtiyoriy. Bozorkomga borib, misol uchun pasportingizni bering, men mana shunaqa qilaman desangiz, uzr, biz bera olmaymiz deb aytadi-da ko'pchilikda. O'shaning uchun sotuvchini to'ldirish ixtiyoriy deyilgan bu yerda. Faoliyat turi albatta bu umumiy ovqatlanish. Ana endi mixiki va mahsulot xizmat nomi, ya'ni mahsulot xizmat nomlarini IKPO kodini ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Buni qayerdan olamiz desak, buning uchun tasnif.soliq.uz saytiga kiramiz va bu yerdan ham kabinetga kirib olganimizdan so'ng bu yerdan tashkilotimizga IKPO kodlarini kirim qilish joyi hisoblanadi. Va qidiruvga mana misol uchun matn bo'yicha qidiruv bor, mixiki bo'yicha qidiruv bor, shtrix bo'yicha qidiruv bor. Xohlagan turda. Mana misol uchun biz matnga qo'yib qo'yamiz. Deylik, korxonamizga pomidor kerak. Yangi tomatlar. Mana pomidorni topib berdi bizga. Pomidorni biz qanaqa o'lchov birligida kirim qilamiz? Kilogramm. Tanlanganlarga qo'shish mana galochka asosida chiqdi. Endi May3 soliq.uz saytiga qaytamiz hamda yangilash qilamiz. Mana bu yerdan bossak, mana yangi tomatlar avtomatim qo'shildi o'zi. Ya'ni mixiki kodlari. Birinchi ochiribdi, mana misol uchun bitta yaratib ko'ramiz, ketdik. Triksazan oldik. Deylik, qancha? 100 kilo. Narxi qanchadan? Misol uchun 75 mingdan. Ketdik. Ikkinchi tovarimizni qo'shish uchun qator qo'shish. Pomidor olibmiz misol uchun qancha? 50 kilo. Qanchadan? 12 mingdan. Qator qo'shish. Nima oldik? Bodring olibmiz. Qancha? 30 kilo. Necha puldan? 7 mingdan. Misol uchun hozir bir yaratib ko'ryapmiz. Keyingisi limon olibmiz. Qancha? 10 kilo. Narxi qanchadan? 23 mingdan. Hammasini kiritib bo'lganimizdan so'ng qoralama ko'rinishda saqlashni bosamiz. Mana muvaffaqiyatli saqlandi. Endi buni qayerdan ko'rsak bo'ladi? Mana avtomat o'zi bizga chiqarib beradi. Mana bunaqa shtrix kod asosida. E'tibor bering, bu yerda endi zachotga olish degan narsa yo'q. Agar korxonamiz endi soliq to'lovchi bo'lsa ham, bizda bu yerga endi zachotga olish huquqi yo'q. Negaki bu jismoniy shaxsdan olingan deb qaraladi. Zakupchniy akt. Shunaqa. Mana bu soliqda ro'yxatga olingan. Ana endi biz buni jo'natsak ham bo'ladi. Mana misol uchun o'zgartirsak ham bo'ladi, o'chirsak ham bo'ladi, nusxa yaratsak ham bo'ladi, imzolash yoki jo'natish qilsak ham bo'ladi. Imzolash. Muvaffaqiyatli saqlandi. Mana yuborilganlarga o'tsak, standart holatida mana shu sanada avtomatim shakllandi o'zi.